Litseyda zamonaviy ta'lim muhiti yaratildi. Laboratoriyalar va zamonaviy kutubxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti tasarrufidagi 2-sonli akademik litseyda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan zamonaviy infratuzilma obyektlari o'z faoliyatini boshladi. Yangi tashkil etilgan biologiya laboratoriya xonasi eng so'nggi rusumdagi xalqaro va milliy olimpiadalarga ixtisoslashtirilgan zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan to'liq ta'minlandi. 2021-yildan beri o'z faoliyatimni yuritib kelayotgan bo'lsam, shu kungacha bizda bu darajadagi laboratoriya jihozlari bo'lmagan. Shuni quvonarli jihati deb aytishim mumkinki, bugungi kunda biz xalqaro va O'zbekistonda o'tadigan barcha biologiya bo'yicha bo'ladigan olimpiadalarga to'laqonli moddiy texnika bazasi bilan ta'minlandik deya olaman. Xo'p, misol tariqasida aytishim mumkinki, 4 xil bizda mikroskop jihozlari mavjud. Ulardan eng ustun tarafi mana buni aytishim mumkin. Demak, bir vaqtning o'zida, ya'ni real time muhitida o'qituvchi ko'rsatgan preparat deymizmi yoki da o'sha obyektni o'quvchilar birdaniga 4 ta o'quvchi birdaniga bir vaqtda ko'rishligi mumkin. Undan tashqari orqamda turgan mikroskop 1000 martagacha kattalashtiradi. Uni elektron doskaga ham bemalol ulab o'rgansa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari jihozlarimiz orasida inkubator deydi, shunaqa maxsus bir jihoz. Unda demak, deylik o'stiriladigan obyektlar yoki da qo'yiladigan obyektlarni ma'lum bir gradusda ishlatsa bo'ladi. Ularni demak bemalol foydalana olamiz. Mazkur sharoitlar o'quvchilarning ilmiy salohiyatini oshirish va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, kimyo laboratoriya xonasi ham to'liq yangilanib, o'quvchilar uchun nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari, litsey kutubxonasi zamonaviy talablar asosida qayta jihozlanib, o'quvchilarga qulay va innovatsion bilim olish muhiti yaratildi. Mazkur yangilanishlarni ko'zdan kechirish maqsadida kuni kecha universitet tasarrufidagi 2-sonli akademik litseyga Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori professor Shuhrat Boymurodov tashrif buyurdi. Rektor yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishib, ularning yoshlar ta'lim-tarbiyasidagi ahamiyatini alohida ta'kidladi. Mazkur yangilanishlar va yaratilgan zamonaviy infratuzilma 2-sonli akademik litsey o'quvchilari uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Ayniqsa bunday sharoitlar ularning ilmiy salohiyatini rivojlantirish, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash hamda kelgusida yuqori malakali mutaxassis bo'lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etadi.